kiyimlarini yechib, bir narsalar qilib, gul nimadir shunga o'xshash podarkalar bor ekan. Onam telefon qilyaptilar, deyapti. Podarka tashlaylar, voy jonim, shu yerdamisiz, qanisiz, tashlang u bu degan. Hammomga kirib cho'milish kerak ekanmi, boshqa qilish kerak ekanmi, nimadir qilish kerak ekanmi. O'zi kimsan deb so'kkan buni. Onamdan so'kdi, aka, deyapti. Uyga ro'zg'orlik qilgani tushgan edim bozorga. Shu kunlarda bo'layotgan voqea mana 2 kun, 3 kun ham, bir hafta ham bo'lmagan narsa voqea. Xullas, endi yuk ko'payib ketdi, mashinagacha arava chaqirishga to'g'ri kerak bo'lib qoldi. Arava chaqirdim. Anu aravakash bolaja quyo-suyo so'rash, bo'ldi aka, men olib chiqib beraman sizga dedi. Xo'p dedim. Narsalarni ortdik. Mashinagacha chiqdik. Mashinadan ortgandan keyin pulini beraman desam, aka 5 minut vaqtingizni olaman dedi. Eshitaman, tinchlikmi, nima gap desam, sizni bir ikki marta YouTube'da ko'rdim. O'sha videolaringizni, o'sha ibrat bo'lsin deb odamlarga bo'lgan narsalarni, voqealarni aytib beryapsiz. Meni ham bitta voqeam bor. Shuni ham aytib bering. Zori men qilgan xatoni boshqalar qilmasin, odamlarga manfaatli bo'lsin dedi menga. Men aytdim, xo'p dedim, agar haqiqatda yetishga arziguli narsa bo'lsa olib chiqaman, gap yo'q dedim. O'zi endi arava tortadigan bola ko'rinib turibdi, boshqa qilyapti. Aytyapti, aka dedi, mani bitta onam borlar. Yoshlari katta. Hozir kasal bo'lib qolganlar. Ozgina menni qish kunida shamolladilar, boshqa qilib bo'lib qoldilar. Men o'zi deydi, bu yoqqa Toshkentga kelishimdan maqsad pul topib, ozgina oyog'iga turib, o'zimizdan tiklab olish, onamlarni ham xursand qilish edi. Bo'tga keldim, har xil ish qildim, mardikorchilik ham qildim, mana arava ham tortaman. Xullas, voqea nimadan boshlanayotgani, aytayotgani, kechqurun deydi. Endi bularni o'sha apshagasimi, xullas yotadigan joyi bor ekan. Ijaraga olganmi, boshqa qilganmi, endi uni xabarim yo'q. Xullas aytyapti, kechqurun deydi, har xil mana TikTokga, boshqalarga kirib, u bu hammaga o'xshab video ko'rardim deydi. TikTokda deydi, primoy efir qiladiganlar bor ekan. Efirda o'tirar ekan. O'shalar deydi, bir ikkita qizlarni ko'rib deydi, endi o'g'il bola boshqada, endi ishqiboz bo'lib qolgan ekan. Ishqiboz bo'lib qoldim deydi. Bittasiga ayniqsa deydi, yozib boshqa qilib, ko'p odam yozardi deydi, har xil bolalar bilan battle o'ynardi, boshqa qilardi. O'shanga yozib boshqa qilib yuruvdim. Keyin endi orada 2-3 marta bu ham yozganiga endi u ham, palonchi yaxshimisiz, tuzimisiz deb qo'yganda endi anu qizam. Xullas, endi bu yoq qizuv bo'layotgan narsa, endi bir yozish, bu yozgan, efiri bo'layotgan payt. Men aytdim, lichka-pichkada ham gaplashdinglarmi u qiz bilan? Yo'q, aka, lichkasiga rosa yozdim. Menga yozmagan deydi. Faqat shu efiri bo'layotgan payt kirardim, like bosardim, boshqa qilardim, qo'llab turardim. Xo'p dedim. Endi deydi, keyin bir ikkita bolalar bilan battle o'ynadi, boshqa qildi. Keyin podarka tashlaylar menga dedi. Deyapti. Keyin u uyga yuboradigan pullarimdan deydi, dedim, ozgina bor edi-yu dedim, deydi, arzonroq bir ikkita podarka, gul nimadir shunga o'xshash podarkalar bor ekan, shunaqalarni olib tashadim deydi. Ana xursand bo'ldi-da, voy yana tashlang, palonchi aka, baraka toping. Voy meni jonim, voy meni asallarim deb mana shunaqa qilib, endi bu xursand bo'lib ketyapti. Endi voy meni jonim dedi, meni asalim dedi deb. Xullas, shunaqa bo'ldi, shunaqa vaqtlar bo'ldi deydi. Bu yoqda ishlayman, kechgacha ishlayman, boshqa qilaman deydi. Xullas, anu qizni bitta kattaroq battle bo'lib qolganmi, bilmayman endi. Xullas, u bitta bola bilan o'ynayotdi deydi. Voy, menga
qarasa anaqa tashlaylar, padarka tashlaylar, voy jonim shu yerdamisiz, qanisiz tashlang u bu degan. Bu ham deydi shu bor pulimni olib deydi haligini ishqibozchilikda deydi tashlavorman deydi. Kattaroq padarka olib uraverganda endi. Keyin voy boshqa u bu deb xullas baribir deydi u qiz yutqizib qo'ydi deydi. Ani qiz bola kuchliroq ekan, bular shartdan o'ynayotgan ekan. U bola aytibdi qizga короче 3 ta shart beraman, 3tasidan bittasini qilasan debdi. U qiz xo'p degan, qaysi shart degan bittasini aytibdi. Nima shart etgan, qanaqadir xullas shartlar aytgan orasida kiyimlarini yechib, bir narsalar qilib, xullas mana shunaqasi ham bor ekanda orasida. Hammomga kirib cho'milish kerak ekanmi, boshqa qilish kerak ekanmi, nimadir qilish kerak ekanmi. Deydi, keyin u bola aytayapti, "Anu ikkita sharti yaxshiroq edi" deyapti undan deydi. U qiz deydi, shuni yechinishni tanlab, boshqa qilib, bu qilib, anu qilyapti deydi. Endi bu bola endi o'zini ko'nglida bolani dunyosini aytaman, bu gaplashib turibman, endi bilyapman. Bu bola endi yoki bir miyasida nima bo'lgan, endi shu qizni sevib qolib, yaxshi ko'rib, bir gaplashish bo'lganmi niyati. Bilmadim endi. Xullas mana shunaqa ishlar qildi deydi, g'alati bo'lib ketdim, yozsam ham yozmadi deydi. Efirda yozyapti-da. Mendan tashqari 500 ta, 600 ta bola bor edi, ular ham yozyapti deydi. O'sha deydi, keyin efirni o'chirdi, boshqa qildi deydi. Chiqib ketdi deydi, meni deydi pulim qolmadi, unga padarka tashlaganda endi olib. Keyin yana efirga kiruvdi. Keyin bu ham aytayapti, yozdim deyapti. Siqilmang, yaxshi bo'ladi. Men anaqa bunisidan anaqa qilmas, lekin bunaqa ishlar qilmang boshqa, nima deb yozganda. Keyin anu qizamda o'qiganda, "Bor yo'qol, sen o'zi kimsan?" deb so'kkan buni. Onamdan so'kdi aka deyapti. Onamdan so'kdi deyapti. U bu bo'ldi deydi. Xullas men deydi chiqib ketdim deyapti. O'tiribman deydi. Onam telefon qilyaptilar deyapti. Onasi telefon qilayotgan ekan. Zo'rg'a olibdi telefonni. Nima olaymi, olmaymi deb g'alati bo'lib, endi oladi, g'alati bo'lib oldim deydi. Onasi aytibdi, "Bolam, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi?" Xullas onasi kasal bo'lib qolgan. Dori-darmonga pul kerak bo'layotgan ekan. "Bolam, hech bo'lmasa puling bo'lsa, bir 500 mingmi, 600 ming bo'lsa ham chiqazib yuborgan. Mana dori-darmonga pul kerak bo'layapti ozgina. 200 ming so'm bo'lsa ham mayli bolam" deb aytayaptilar onam deydi. Bu ahmoq, endi men o'ziga ham aytdim. Bu ahmoqni qilgan ishi endi o'zidan o'zi o'tayotganini o'zi biladi. Bu o'zi aytayapti, "Men ahmoq" deyapti. Qayoqdagi meni tanimagan, bilmagan deydi. Ma'nili odam bo'lsa ham mayli ekan, aka sizga o'xshab deyapti, menga aytayapti. Ma'nili odam bo'lsa ham mayli ekan deyapti. Bir qayoqdagi shilta og'zidan so'kish chiqadigan boshqa gapini bir tayini yo'q. Shuncha odam orasida meni eslab ham eslamaydigan, otimni ham bilmaydigan qizga deydi, padarka tashlab mana shunaqa qilma. Shuni onamga 4 ta non ko'tarib borsam bo'lmasmidi? Yoki men bitta o'zim qiynalib yuribman deyapti. O'sha pulni deydi, aka masalan sizga berganimni ham, yo boshqasiga berib yuborganimni ham menga alam qilmasdi deyapti. Men qayoqdagi o'sha maqsadini tayini yo'q. O'zini qilayotgan ishini tayini yo'q. Bir qilayotgan ishidan, gapirayotgan gapidan maqsadi yo'q odamga men pul tashab deydi. Bu yoqda onamni oldida xijolat bo'lib qoldim. Aka shu narsani olib chiqib gapiring. Agar menga o'xshab shu xatoni qilmaganlar bo'lsa, qilmasin, o'rnak bo'lsin deb ayting deganiga men aytayapman shu narsani olib chiqib. Endi xulosani o'zingizlar chiqazinglar. Fikringlarni kommentariyaga yozib qo'yinglar.
obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Shu videoni ko'proq tarqalishiga yordam beradi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.